Uydagi bor masalliqlardan aniq bunaqa ko'rinishdagi shohini tvorojnikni tayyorlab ko'rmagansiz. Makni birinchi bo'lib tovamizga solamiz va suv quyamiz. Biroz qaynatib olgandan so'ng tuxum sarig'i va saryog'ni qo'shib, shakar bilan aralashtirib, nachinka tayyorlab olamiz. Ikkinchi nachinka uchun kokosli strushkadan foydalanamiz. Bu ishlatgan mahsulotlarimni Torto firmasidan olishingiz mumkin, juda ham sifatli. Bu nachinkaga ketgan masalliqlarni izohda yozib qoldiraman. Uchinchi asosiy nachinkamiz uchun sifatli tvorog, tuxum va qolgan mahsulotlarni ham qo'shib blenderlab suyuq holatga keltirib olamiz. Bu shirinligimizga qora shokoladli biskvit tayyorlaymiz. Tuxum bilan shakarni yaxshilab oppoq holatga keltirib ko'pirtirib olamiz. Sut va yog'ni qo'shib, un, kakao razrxitelini ham qo'shamiz. Tayyor bo'lgan biskvitimizni pergament qo'yilgan listga qo'yib, o'rtasidan tvorogli massani ham solamiz va ikki xil tayyorlab olgan nachinkalarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib solib, maydalangan yong'oqni sepib, 180 gradusda 35 daqiqada pishirib olamiz va sifatli, mazali, quyuqqina varyoniz go'shonkadan sariyog' qo'shib krem tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan kremlarimizni surib olamiz va biskvitni ikkiga bo'lib, ustma-ust joylab olamiz. Chetlariga krem bilan surib va 2-3 soatga muzlatgichga yuboramiz. Ustiga esa eritilgan shokoladni ham quyamiz va shirinligimizni bir kechaga muzlatib olsak, kesilganda shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Bu shirinligimizni uyda o'tirib tayyorlab zakazga sotsangiz ham anchagina sizga daromad olib keladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, hammaga yoqimli ishtaha.